Qaranglar, bu qaror 2-iyunda chiqqan. Bu bizning sudimiz emas, boshqa sud. Bitta odamni o'zi bergan, отказ olgan. Qaysi shaharni bilmayman. Chiqib отказ olgan. Mana sud endi qarorni chiqardi. Aytdiki, mana отказ bergan sababing noto'g'ri. U nimani yo'qot deb. Mana bu 75 ta mamlakatga viza to'xtatilsin degan nimani shu odamga, именно mana shu odamga degan, sudga bergan odamga ishlatmaysan degan. Chunki bu odam sudga bergandi. Shu endi bu qisqasi mana shu. Qisqasi mana shu. Bu 2 kun bo'ldi bunga. Endi hozir bizning o'zimiz ham sudimiz bor. U sudda menimcha bir 40 tami 50 ta odam qatnashgan. Vest jahondan, O'zbekistondan mani 2 ta klientim bor shu sudda. Biz alohida sudda. Endi hozir bizning sudimiz ham hamma narsa o'tgan, qarorni kutyapmiz. Mana bu 2 kun oldin bo'lgan qarorni bizning sudyamizga, bizning sudimizni sudyasiga yubordik. Xo'sh, endi batafsil gapiray, bu yerda nima degan, voqeasi qanaqa? Xo'sh, bu bitta odam sudga bergan 14-chi, 14 emas, 8-yanvarda elchixona kirgan. Nima bo'yicha? Buni menimcha dadasimi, o'yisimi viza oila biriktiruv qilyapti. Hammasidan o'tgan, intervyuga borgan, yo 8 yo 7-yanvarga kirgan konsulstvaga. Posol nima degan? Konsul bo'ldi, sizni vizangiz tasdiq. Hozir nimaga vizam, gapirganim uzildi deb o'ylayapsizlar? Odam telefon qilish kerak-da menga. Albatta, telefon qilish kerak-da. O'tkirib kirdi-ku nimaga? Mana Telegramga kirdi, telefon qilaman deb telefon qilish kerak-da. Billat, suka degim keladi. Xo'sh, uzr. Back to topic. Konsul nima deydi? Bo'ldi, vizangiz tasdiqlandi deydi. Vizangizni olib ketasiz bir haftadan keyin deydi. Nima bo'ladi? Bu bola 9-yanvarda kirgan bo'lsa agar, 8-yanvarda, 14-yanvarda tepadan buyruq keladi. Tepadan buyruq keladi. Vizalarni berishni to'xtatinglar. Endi immigratsion green karta vizalarini berishni to'xtatinglar, lekin 21-yanvardan boshlab deydi. Xo'p, bu elchixonalar nima qiladi? 21-yanvarda kutib o'tirmaydi. Shu 14-sloga shu xatni oldimi? 14dan oldin kim kirgan bo'lsa ham, 14dan keyin kirgan bo'lsa ham birontasiga viza bermaydi. O'zi 21dan bermaslik kerak. Buni o'zi noqonuniy-da. Bular bundan chuqurroq ketadi-da. Chuqurroq ketadi. Mana u 21dan oldin kirgan, 21-yanvardan oldin kirgan odamlar bor. Mana 14-yanvardan oldin kirgan odamlar. Bular 14-da xabarda oladi. Endi bu 14-da xabar ofitsialniy xabar-da bu. Lekin neofitsialniy telefon, qo'ng'iroq, mish-mish gaplar bundan oldin albatta bo'ladi. Albatta bundan oldin bo'lgan. Shuning uchun bular hamma narsani to'xtatgan. Shu endi hozir bu birinchi yutuq bo'ldi. Bunaqa sudlar menimcha bir 3 ta 4 ta bo'lyapti. Mana bu bitta sud, bu bitta odam. Yana bitta sud bor. U hammani nomidan qilgan. U sudga qatnashganmisiz, qatnashmaganmisiz, hammani nomidan qilgan. U ham qarorni hozir kutyapti. Keyin bizning sudimiz bor. U hammani nomidan emas, faqat sudga qatnashgan odamlarga. Endi hozirgi zamonda bilasizlar, sudyalar ham sal qo'rqib qolgan. Shuning uchun mana bunaqa sudga qo'shilmagan odamlar bo'lsa ham, ular uchun yutuq olish menimcha qiyinroq. Sudyaga lutchi mana bunaqa bitta odam, 10 ta odam, 20 ta odam sudga bersa, u sudyaga osonroq qaror chiqarish. O'zi Baydenning payti bo'lsa farqi yo'q-da, chiqaraverardi. Masalan, umumiy qilib, bu Trampning qonuni noqonuniy deb. Endi hozirgi zamon bilasizlar-ku, baribir ham shuda hayot rasvo. Shuning uchun ko'ramiz. Qani hozir bu birinchi yutuq bo'ldi. Endi hozir bu yutuqni biz o'zimizning sudyamizga ko'rsatdik. Va mana xuddi bizanikiday voqea, sud noqonuniy deb tan oldi deb. Siz ham endi shunaqa qaror chiqaring degan ma'noda buni yubordik. Ko'ramiz qani nima bo'ladi. Lekin birinchisi o'sha boshlandim, u yoqqa ketish kerak-da, nima bo'lib, parovoz bo'lib. Hatto bular apellyatsiyaga ham berishi mumkin. Endi ko'ramiz qani nima bo'ladi. Shu hozircha birinchi yutuq mana bu 75 ta davlatni viza berma degan narsani birinchi qarori chiqdi. Bunaqa noqonuniy deb. Mana hozir qaranglar, eng muhim joyini bunga krugli qilib qo'ydim. Mana bu pauzani degan, lift degan, ko'tar, bekor qilasan degan. Именно mana shu odamga. O 75 ta davlatda hamma odamiga emas. Именно mana shu sudga bergan odamga.
to him deb qo'ygan. Shu. Endi qiziqadigan odamlar bo'lsa, mana o'zi qonli nimani qo'ydim. 26 varaqmi? O'zi isbotlab bergan, u bu deb. Bitta ChatGPTga ursangiz agar, bitta perevod ili mazmunni nimanga ayt desangiz agar, o'zi aytib beradi. Keyin shunga qarab ChatGPT bilan savol-javob qilsangiz ham bo'ladi. Keyin nima bo'lishi mumkin? U bu sizni qiziqtiradigan savolda. ChatGPTga mana bu уже bor. Da. Mana bu ma'lumot bor. Nimadan? Доверенный manbadan. Odatda ChatGPT sizga javob beradi, lekin u internetni kavlaydi. Internetda kavlagan payti u yerda masalan har xil odamlar o'z fikrini aytishi mumkin. Shu fikrlarga tayanib sizga javob ham berishi mumkin-da. Shuning uchun ChatGPT bilan ishlayotgan paytda nimaki desa to'g'ri degani emas. Masalan, men ChatGPT bilan ishlasam agar asl manbani beraman, tahlil qilishga masalan menga yordam. Shu ChatGPTga ham kirib ketish kerak emas. U ChatGPT vez dunyodan olib ketadi. Har xil nimani, internetni, odamlar nima deyapti, nima qilyapti, sizga javob beradi. Yo'q, ChatGPTni ishlatishda o'zini nimasi, ChatGPT zo'r narsa. Lekin uni ishlatishni ham bilish kerak-da. ChatGPTga ham nima berish kerak? U aniq manbani bersangiz, u sizga zo'r tahlil qilib beradi. Lekin bironta bo'mag'ar odamni masalan manbasi bo'lsa, короче, mana shuda uzr. Mayli, shu gapga yana bitta qo'shimcha qilib o'tay. Yaqinda nimalar ham ko'p bo'lyapti-da. Men viza olib berdim, mana deb yaqinda endi bitta advokatni aytmayman. Keldi, menga yo'q ko'ryapman, mana deyapti, shuncha odamga viza bermayapti. 75 ta davlat pauza mani klientimga berdi deyapti. O'zbekistonlik, Samarqanddanmi, qayerdan? U ham undan so'rayapti. Mana vizani qachon olding desa, 1 hafta oldin deyapti. 1 hafta oldin ham endi shu iyunmi, maymi shu yaqinda chiqqan. Oldim deyapti-da. Shu. Lekin mana bunaqa isbot dalil yo'q. Sud qarorimi, hech bo'lmasa vizani kategoriyasimi, qachon chislo olgan, keysimi-da. Shunaqa bo'pti. Qo'y, viza kategoriyani qo'y. Olgan chislosini qo'y, olgan pasolsani qo'y, biz tekshiraylik. Haqiqatan ham shunaqa kategoriyada shunaqa odam viza olganmi, yo'qmi? Balkim u turistik viza olgan. Balkim u viza nevesta olgan u. Viza nevesta уже immigratsiyon viza emas, immigratsiyon viza emas, ne immigratsiyon vizada u ikir-chikirlari ko'p. Shuning uchun shunaqa narsalarga ham beqor bo'linglar-da. Hozir agar u advokatning gapiga quloq solsak, u viza bergan odamni masalan kim bilmayman. Bu yerda shuncha odam 75 ta davlatga pauza qo'ygan, hech kimga viza bermayapti. Uni klientiga o'zbekistonlikka viza beribdi. Endi bilmayman. Shuncha Trampni chiqargan qonunlari, shuncha sudlar bir tin ekanda bo'lmasa, biz ahmoq ekan. Shuncha odam ahmoq ekan. Trampni sudga berib, bemalol pul sarf qilib, sudyalar bilan tortishib, prokurorlar bilan tortishib, biz ahmoq ekanda. Bitta qiladigan ishimiz shu advokatga borib, pulni berib odamimizni olib kelishimiz kerak ekanda.